Hammaga assalomu alaykum. Bu Polshani Gorjo Velikopolsk degan shahri. Chorraha shunday ko'rinishda. Mana bu binoda men yashayapman. Mana shu oq bino, yuqoridagi balkon. Ko'chamiz nomi. Yong'in xavfsizligi. Kiraverish. To'liq adres yozilgan. Balkoncha tashqaridan ko'rinish. Kiraverishda svet yoqiladi. Xullas, eskigina uy. Kabinacha qavat, har bir qavatga ikkita, uchta xonalarga gaz bor bu yerda. Eng qizig'i lift yo'q. Piyoda ko'tarilamiz. Biz 3-qavatda yashayapmiz. Ajoyib o'ta. 100 yillik uy deyishyapti. Yashayotgan joyimizda. Ichkari tomon ko'rinish. Ozgina eskirib qolgan. Asfalt yo'q mana. Shuni tuproqda o'sib turibdi. 100 yillik uylar. Endi hammasi 100 yillik emas. Biz yashab turganimiz 100 yillik. Mana kiraverish. Va mana kiraverishda. Mana bu xonada men yashayapman. O'zim shu xonada turibman hozir. Kir yugandim bugun. Kunduz ishlamadik, kechkisi menga o'tganmiz. Xo'p, mana kompyuterchan qo'yib, choychan damlab qo'yib, limonli choy ichib, kinochan ko'rib, atabliniya bor mana, yaxshigina issiqqina xona. Va o'sha balkondan ko'rinish. Boyanch pastdan turib olgandim video. Bizda mana bu ikkita oyna ham bizda nimalarda. Mana shu nima deydi, bu uyda xonalarida. Ularda balkon yo'q ekan. Tomonda ham shunday. Yaxshi, men balkonli xonaga tushib qoldim. Mana bu narsa chiroyli yasalgan. Rim shu tomonlarda asosan bir antiqa davrda qilingan antikvariat buyumlarga o'xshaydi-ku. Ajoyib turadi. Suvimizda qolgan. Havo lekin unchalik sovuq emas, bu suv nimaga bizda qolgan. Bu yerda bitta mana bu yomg'irda suv to'lib qolyapti, ana bu yoqqa to'lib qolgan. Keyin bunaqangi olib kelib qo'ygan ekan. Shu bilan men kelib ochib tashladim, taom to'lib balchiq bo'lib qolgandi. Men kelgan kuni pullo edi. Ha, xullas o'zim uchun muvaffaqlar. Ha, keyin yana bir qiziq narsa bor. Bunaqa sandiqchaga o'xshab ko'tariladigan qilib yozilgan ekan. Kiyimlar taxlab qo'yganman. Zo'r ekan. Ikkalasi ham shunaqa. Bizga ham shunaqangi yasash kerak. Ma'qul bo'ldi. Mana boshxona. Ikkita xonadonlik. Ikkita kir yuvish mashinasi. Gaz, elektrический emas, hammasi gaz. Bu yoqda yana bitta. Dush. Tas.
Hovli tomondagi manzara unchalik yaxshi emas. Rossiyani bir shaharlarini eslatadi. Uy anchagina eski. Bu yangi remont qilingan ekan. Remontiga ham ancha bo'lgan. Hojatxona, hammom. Eshikdan kiraverishda bu yoqda ikkita xona. Xo'p. Bu yoqda bitta xona. Bu yoqda yana ikkita xona. 15 ta xona. Hammasi 2 kishilik, kichkina qilib tashlangan. Asli ikkita xonalik bo'lgan, 4 ga bo'lib 4 ta xona chiqargan ekan bu yerda.